Voy. Oha. Ha. Bo'ldi. Ma'qul. Baba, nimaga qolsa ijara kutib soqo, kimni para olacaksa? Telefon so'zlashsa, ijara yig'ilsa olamda. Qanday qo'yma. Nima ishlar qilyapsan? Şirketning ishlarini oldirishadimi? Sen şirketning ishlarini oldirishma? Sen mavjudda mening yuzimni qo'yamiz qo'ymasa. Men yuzimni to'kib po'qqilab ketib tursan. Nima ish qilding? Odamdek yurasan, uqdingmi? Dada, nima bo'ldi? Qoqshabli ketding-ku. Gap tashqila. Sen men xalqning qizini nima qilib qo'ydi? Sen mas'uliyatga bir narsa bormi yo'qmi senda? Dada, bu qizlar tashqila. Ammis opangning ishi. Buni kesat kundirib qo'ygansizlar. Qanday qiz odam bo'lsan ketan. Erteden başlayıp şirket koymaysan. Maşının aşkına mı taşla? Dada, ondoq mashina taşla. Bu mashin hisobatni qo'llanmaysiz. Erteden başlayıp şirket gelip, apangni hisobatni pul aldırgan bolsan, bir pul qazandırgan bolsan, kuchga chiqib o'taman. Anladingmi? Nay emas. No'chi bolsan, sen noldan boshla. Uqdingmi? Men shunday qilgan. Nima bo'ldi odamga? Sal turib balamni ko'rgan vaqtda uningga "Men sening dadang" deysiz. Ondan men mashina odamni uningga "Men Beyjondan olib kelgan" deb bersiz. Hay, to'xtang. Biz faqat oila xizmatchisi bo'lish uchun deyishgan. Endi bu balamga dada bo'lsin, men rasmiy qila olmayman juma buni. Men faqat qamlashtira olmayman. Siz qila olasiz, men ishonmayman sizga. Vallahi çıktı mı nima? Ha, chiqdi. Ko'gim keldi seni. Bugun qanday yaxshi o'qidingmi? Ha, yaxshi o'qidingmi? Jira. İmran, qara. Kim qaytib keldi? Bu sening dadang. Dadang qaytib keldi bular. Yaxshimi o'g'lim? Men sening dadang. İmran, men qara jonim bilan. Dadangning xizmati bek oldirash bo'lg'ashqa vaqtida qaytib kelolmagandi. Uning ustiga Beyjonda yatavergashga endi qaytib kelibdi. Qarama, o'yinchi xonadon san olib kelibdi. Wow! Beyjonda 6 yil yataverdimi? Balam, ma'lum deb qo'yib chiqamsan, biz bu yerda tomoq yeb kelaylik. Men ma'lum deb qo'yib chiqay. Gülnaz Hanım. Rastlam sizin balanızma? 5 yaşlık bolsa ko'rinmayotgansiz juma. Har hafta no'shchi men bilan birga balni ko'gilkansizlar bo'ldi. Meni shunday yasandirishdagi maqsad faqat balangizga dada bo'lishlarmi? To'g'risini aytganda siz faqat belgilangan vaqtda balning dadasi bo'lsangiz bo'ldi.
ikkimizning degan gapining farqi bormi? Albatta farqi bor-da. Siz faqat maktabning ichida bolaning dadasi bo'lsangiz bo'ldi. Maktab sirtida bo'lishingizning hech qanday hojati yo'q. Unda olsa men bolangiz bilan munosabatim bor. Siz bilan munosabatim yo'q, ha? Shundoq. Ammo bu gapni nimishqa baldir demaysiz deyman. Sizning qabul qilolmasligingizni ansirdim. Bu deganingizga ras. Men hozirgacha bir bolaga dadini ijara olgani ko'mabdi ekanman. Siz maktabning ichida bolam bilan birga o'ynab, uning hamroh bo'lsangiz, sirtda ishlamchilik qilganingizni yaxshi-da. Texnik pulim yaxshi beradigan tursam. Qonun xiloflik bo'lmasa-la, hamma ishni qilaman-ku. Yana boshqa masala bormi? Mashdan rozi bo'lmayapsiz. Ay to'xtang. Agar chandırib qo'ysam-chi? Siz unda qilmaysiz. Bola hozirgacha dadasi bilan uchrashmabdi. Nima tuyuqsiz uningga dad deb pagingiz kelib qoldi? Rost gap qilsam, bolamning dadasini men Imronga xizmat munosabati bilan bejon ketdi degan. O'yinchiqlarning hammasini dadasining nomida uning avatib turatdim. Kichik vaqtida uni aldash osondi. Lekin cho'ng bo'lgan siri dadam nakatdi, dadam nima xizmat qildi, nimish qilmoq telefon qilmaydi deb mendan to'liq so'raverdi. Rost gap qilsam, men oxir kelgan sir uni aldab bo'lmay qoldim. Dadasini uzungacha ko'rmabdi. Dadasini nakatgin so'rab baqsam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Meningcha bola men qattiq ishonmaydi. Chunki o'g'lingiz bak aqlli ekan. Agar paranglish jarayonida men chandırib qo'ysam, men egolmayman-juma. Undaq ahvol yuz bermaydi. Sizlar yolg'iz qolmaydigan tursanglar. Har qanday ish yuz bersa-mu, men sizlarning yoninglarda borda. Bo'ldi. Imron chiqdi. Bulam nima yegan ban yo'l pay apraymi, shilan qo'yamsa. Yo'l payamsa? Ana. Nang balamchi tamaq yeydi, a? Ala. Sensin. Senin dadam mı? Ras, ben senin dadam. O benim dadam emas. Dadam bo'lsa da sözlemeydanligim bilmeydiken o. Hey, men cho'qira. Seni savziga tomoq tanlamasin deb qilib berdim. To'g'rimi? Buru opang bilan qanday paranglashganingni bilmayman. Lekin ikkimiz mushtaq paranglashamiz. Tushundingmi? Shuningga tomoq tanlama, tomoq tanlasang bo'ying o'smaydi. Aldın bolam, tomoq tanlamaysanlar. Sizmi qiziq deyman. Tomoq tanlaydigan qilib qo'yibsiz bolni. Bina bolam. Qara, qara. Men yeyman savzini. Yalamsan? Yaxshi. Yaxshi ya. Bak yaxshi benim bolam, bak xotir ha. Siz yeysa buningdakidan. Islaşcha. O'tdan. Keldingizmi? Şefkat beni? Ha, o yo'q, chiqdi. Rasmu ya. Ay, ras, o'zingiz kirib qaradingizmi? Ras yo'q-ku. Voy, ras yo'q dedim-ku sizga. Tanish bo'lmadi. Tudan qala.
Telefon qiling ha. Ommidi. Ommidi? U qachon qaytib keldi u? Bilmayman. Onun xizmati sal alohida kerak. Senin telefonumda apka. Senin pulun yok mu? Men bu telefonni sen tug'ilgan vaqtingda seni eslash uchun olgan. Men necha yil yoningda bo'lmagandan keyin shu almashtirmadim. Aslında mundakken de. Shu. Men seni çok mukofotlayman, bulamda pek aqlli bo'lgansan sen. Men vaqtim ko'rishganda sana hayzi qo'nchoq kelay. Bulamda? Bulamda? Xo'sh, bulamsa qancha ekansan? Yaxshi, bolam, pek aqlli, pek imoq. Igina bolam. Hay, u rostla oila xizmatisizmi? Ha, ras, mana qarang. Sap oila mulozimlik qildi bu. Mana, ko'rdingizmi? Butun xizmatlar bor. Siz uchun har qanday vaqtda, har qanday mulozimat uchun buni bilan aloqa qilsangiz bo'ladi. Unda o'zicha unaqa deb qo'ying. Mening ismimcha Lola. Men yana kelaman. Dada! Telefonumu tutasın ya. Bolam, dodongning xizmati bek aldirash, birashingiz men telefon qilsam bo'ldi-ku. Bo'ldi. Dodi bola emasmi? Deb turay. Yinon qalam bormi? Siz davran ben isim tutalayım. Yo bosangacha archiv bilinchisi. Ben bildim. Hoş. Bildingmi? Bolam yaxshi o'qib, ha, menning gapini angla. Xo'sh. Gel. Bunlar yatağımın telefonumun izini tutulacağım. Hoş. Balangiz bek aqlli ekanmi? Bir qatim telefon qilsam ham telefon nomerini yodlayapti. U odatda son sifatlar
Yaxshimisiz? Yaxshi turadimsiz? Ayılıb getibmi, yeni izləbsə birə mühim iş varmı? Ha. Aldın qayda ayrılıp gideyli degenden. Rast ayrılıp ketdik mi? Ha? Ayrıldık qol. Anda olsa ben büken ayrılıp gideyli degan gapni men demekçi. Büken haqiqiy ayrılıman. Ayrılığınız yetmedi mi? Qara. Ben senden bir narsa sorayım. Anılsam sırtı meni ikkilerinin muhabbetiga asil qiluvchi olim buzildi debse. Yo, kim debman? Qara, Dilraba. İkkiler şunda chiroyli, şunda tatlı judo. Shundaqmi? Nayda tinch ayrılıp ketib, shundaqmi? Balkim bu senin xatolig emas. Mening xatoligim emas. Shundaqmi? Endi biz ikkilar kelishamagandikan ayrılıp ketdi. Bizning chiqishmagandikan ayrılıp ketdi. Taqdir shundoq o'xshaydi. Lekin sen bizning muhabbatimizga bu shu asil qilish olim, ha? Menga buzildi, talaq chiqib qo'yindi, buni desang, bu gapni xarakter o'zgarib ketmanda, ha? Ahim qildim debmaydigan yeri, sen 500 kişilik to'pqa, yana 10 talba 500 kişi to'pqanlar bormi sizlarning, ha? Shuning hammasiga mochto bir meni yizib olim eskilik qilgan, olim buzilgan, olim talaq qarganda bir bo'z gapni taqibsan. Tek xonbovlarni janfa qilinglar deb itib qo'yishtirmoq cho'tagan. Hey, bu shahar degan bir to'pamchiliklik qilgan ya. Ya bu mening ishlab chiqqanlarim ishlarini butun hammasi bilib bo'pti. Ha? Hey, sen o'zing yurayli dedim. Men hada yurdim. O'zing ayrılıp kel dedim. Ana hadi borib ketdim. Bir haqiqatan sana ayrılıkta deb baqdimmi? Ha? Oğlum ben fakat şu özlemden hissiyatını yazdım. Vay, bo'ldi, yig'lamag'ina, bo'ldi bu. Adamcık yig'lab. Bo'ldi qila. Bu yig'lag'idek shu. Hey, men seni tillamadim. Men ish to'g'risida paralashayapman go. Ayrılıp gitibmi? Yeni tıllamsa iş qilib men tilladim. Hey, Dilrab, buyur. Anne kızımı tıllamsa. Son kızım. Ha? Qaysar qani? Menma? Qaysar qani dedim. Men bilmayman. Siz bilsangiz kim bildi hamsa? Shaqqatgan bilan birga borma deb chiqib ketgan-ku. Men bilanmi? Ha? O'tiring. Siz bir oldimni telefon qilib beqma, men bir anglab boqay nadiki. Siz bilmagan bo'lsangiz men bir bilib boqay hozir. Buyurun, Ladiyan Gonca oturduk ha. Ha. Ladiyan Gonca. Aytinglar. Pa? Olim bilan ikkisi adres aytibdi sizga. Tilinglar bir deyli. Oy, men rost uqmayman. Juring. Nega? Hozirli berib Hey, aniqlaymiz. to'xtang, oy. Juring. Hey, qara. Aqida usulni o'ynab turdim. Başkasından söylüyorsun. Ha, ben şimdi işte. Oy, oynayışa, müzik dolabıma. Ha, ağzımı ne tutar? Ha? Ayağımızı. Ha, mana. Ha, kopuna. Her akşam güzel bir ol, esene düşer.
şunca tezke düşer her kaçan güzel bir oy tezke düşer umutsuz yaşaş şunca tezke düşer can aziz yangın aziz geçmişlerik sen benim ben hem seni ayırmayım can aziz yangın aziz geçmişlerik sen benim ben hem seni ayırmayım Ya oğlum ben şunu ya oğlum ben ya kara hatun